Assalamu alaikum igralik ezükürmelle. Muş vaxtınla xeyirlik olsun. Ben Adil Uygur, Uygur Tədqiqat İnstitutu'dan. Həminlarga salam yollayma. Her hafta institutumuzun müdürü, şundaqla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Bilimi Okutquchisi, doçent doktor Erkin Ekrem muallimle ötküzüp kelayotgan Xalqara vaziyet ve kun tartib namlıq programımızga hoş geldinglar. Erkin muallim hoş geldiniz. Hoş bulduk, rahmet. Ezükürmelle biz bugünkü programımızda bu Xitay Komünist Partisi siyasi büro azası Chen Wencheng'ninki Muşili 10. ayının Muşili 4. ayının 10. günden 13. günkü aralıkta bizimki Şarkı Türkistan'a ilip bağlan bu ziyareti de kanun ve siyasi organlarınki Xitay Devlet Reisi Xi Jinping'ninki bu tırnak içi deyimiz hem de Şinjan talimatlarını, yol yo'llarını tatbiklaş arkalık bu cemiyet amallıqını ve bexeterlikni to'liq kapolatga qilish nishonini davomlashtirish lozimligini alohida ta'kidlab o'tgan. Xotan, Qashqa, Aqsu va Urumchini bu ziyorat qilgan Chin bu terrorlikqa qarshi turish, undan keyin muqimlikni saqlash, shundaqla bu ma'rifga yordam qilish xizmatlari. Bu yerda ma'rif degani balkim shu kampni ko'z tutish kerak deb o'yladim men. Bu vaqtdagi xizmatlarni tekshirgan. Bu Xi Jinping'ninki rehberligida bu e, yergi Ürümçi hükümeti değil hem de terörlükka yani karşı kurashda bu kanunni ve e, kanunni to'liq ijro qonunga asos harakat qilganligini shundoqla normal ve yo'lliq rasmiy harakatlarni qadamlarni tashlaganligini zo'ravonlik ve bu terrorlik jinoyatlarininki mındaq zeminini yani asosini e, tamamen yo'q tashlaganligini ta'kidlab o'tgan. 2025 yılı bu deminki yani tırnak içi dağıtımız Şinjan Uyghur Abdülhamid'e kurulganlıkının 70. yıllık münasebeti bilen bu nimige bölgünçülükке ve terörlükka karşı kurashninki alayida ahamiyetini ta'kidlab o'tgan Çin. Bundan başka bu kanunda asas kılgan bir cezalandırış sistemi şundaqla dini radikalçılıkni yok qilish ve bu chegara bexatarlikni kontrol qilishga o'xshash ba'zi masalalarga alayida ustida xizmat ilib borayotganligini ta'kidlab o'tgan. Biz bugungi programmamizda dal bu siyosiy büro a'zosi Chen Wencheng'ning amaliyotda terrorlikqa qarshi turish, radikallikqa qarshi turish, kamp, tarbiyalash, undan keyin Chinning gapida yana o'rtaq Junxa imi deydigan bu gaplarning hammasi chiqdi. Biz bugungi programmamizda dal Chen Wencheng'ninki mushtaq bir g'ol amaldorninki bu so'zlarininki Xitoyninki Sharq Turkiston siyosatininki qaysi bosqichda ilib boradiganligi, qanday bo'lganligida cho'ng bir yep uchi bir damdi. Yani bugün biz bu meselede to'xtalib o'tmoqchi. Ma'lum oldi bilan shunaqa bir yuqori darajalik amallarniki Sharq Turkiston ziyoratini siz qanday tushundingiz? Bu Çam'ın 2-3 yıldan beri şu Xitayning istihbarat organı bo'lgan Anchuanbudan şu Komünist Parti merkezi siyasi ve kanun komiteninki başlığı oldu. Demek ki bu istihbaratçı bir adam hamdi. Şununla Şarkı Türkistan meselesini ya ki bu Şarkı Türkistan'da tırnak içi davatkan terör meselesini mi yaxshi bildiğim birisi deb o'ylayman. Ma'lumotlarga, istihbaratlarga hakim bo'lgan birisi deb o'ylayman. 2023'te 6. ayda, 2024'te 5. ayda, bu yıl 2025'te 4. ayda. Yani her yıl qarğançaqda bir ay baldur Şarkı Türkistan'ı ziyaret qilgan. Ziyaret qilish jarayonida bazı organlarga berip görüşüp ve bazı rayonlarda tekşirip kılgan ahvallar var. Bu üç kıtımlık ziyaretini bir seyirleştirip baksak bir-birisiga o'xshab ketadi. Yanıla Şarkı Türkistan'daki muqimligi, yani uzun müddetlik muqimligi ne qo'g'dab qilish bo'libmi shu muqimlikni, yani terrorizmga qarshi muqimlikning doim bir seviyede qilib qilishini talep qilgan. Bu o'z vaqtida bu
Zozungtang'nanki degan bir gapi var, Changchi Jiwan deb. Xitoy hozir bu gapni jiq ishlatyotidi hamda. 3 yil ichida buni ta'kidlagan hamda. Bo'libmi mushu qonunga qarab turib bu terrorizmga qarshi qattiq qo'lliq siyosat ilib berish degan nima har 3 qitimda buni tilga olgan bo'ldi. Bu yerdagi qonun hamda biz qonun deb tarjima qilyapmiz. Ba'zilari hujjat, ba'zilari qoida, ya'ni hukumatning chiqargan ba'zi qoidalardir. Qonun bo'lish uchun shu umumiy jihatdan deydigan bo'lsak, Xitoyningki xalq qurultayida qabul qilinganlarni hamda qonun deymiz hamda. Hukumatning chiqarganlarni hamda hujjat yoki qoida deb tushunsak bo'ldi, ammo Xitoy bu haqda hamda Urumchi hukumatimi bu haqda nurg'un chiqargan ham qonunga binoan Urumchi hukumatiningki ijroati degandek shunday hujjatlarma bor. Buni jakalavatidi. Hamda bu 2024'te buldu kelgan vaqtida bir gapni ta'kidladi. Yani Sharq Turkistonning muqimligi butun Xitoyningki muqimligidir deb. Shuningga Sharq Turkistonning bu jihatda ahamiyati bo'lganligini. Yani bir muhim narsa bo'lsa, Sharq Turkistonninki shu taraqqiyoti. Iqtisodiy taraqqiyot muqimlik bilan bo'ladi. Taraqqiy qilgan siri muqimlik qo'g'danadi degan bir felsefasi var. Buni aşina tushungan bir felsefasi var. Bu da şu Sharq Turkiston ziyoratida başka bir gap nima chaqalavatidi. Bu bo'lsa sirtdagi shu terror faoliyatlarini, sirtdagi Xitoyga qarshi faoliyatlarini nima bo'libmi shu 3 kuchninki Sharq Turkistonga qaytish, sing'ish nima qarshi chiqish va shu Xitoyningki chegara ishigidilar buni to'xtatib o'tish. Ve şundaqla bu meseleni hal qilgan chaqda Sharq Turkistonninki iqtisodiy taraqqiyoti uzun muddatlik bu muqimligi qo'g'dash uchun ham Xitoyning ichida, ham xalqaroda, ham yuzaki hamda yıldızdan davolash nima ilib berish kerak bo'lganligini bu Sharq Turkistonliklarga shu Junqo millati degan engini singdirib o'tgandan keyin undan keyin qo'g'dandi deydi. Ya'ni bu 2023-2024'larda chet elga qarshi qarta bunda bir ifodalar bek yo'qdi. Budaqi bu ziyoratda chet eldagi kuchlarga, chet eldagi kuch degan vaqtida tabii tashkilotlar, kishilar, yani dava qilayotganlar balkim shu Xitoy hukumatidan norozi bo'lgan, ama bu dava bilan aloqasi bo'lmaganlarga qarshi bir tadbir ilishni bu da jakalagan bo'ldi. Mana bir narsa taklif etdim, diqqatim tortdi. Bu Chonvensin bu gipida nimdidi. Bu nayet keng doiralik bir hokimiyat merkezleri dedi. Bu nimdisini man niminiki cemiyetşinaslıkta Michel Foucault'unki bir atağısı var. Yani devletle, belki şunda otoriter devletle ne bu cemiyetin to'liq kontrol qilishilgan bir atağısı var. O bu hukumat deydilar. U hukumda panoptikon. Bu degan gap desa shu cemiyet bo'lma bizga o'xshash cemiyetlarni inson bütün hamma narsani kontrol qilgan, hamma narsani nazorat qilib turadigan bir sistemni ko'ksimda. Demak shu o'g'lim shu cho'nchining bu gipi ya'ni keng doiralik bir hokimiyat markazi degan gap da shunga ishorat qilgandek his qildim men. Siz buni qanday qaraysiz? Doğru, yani bu Sharq Turkistonda Xitoy necha yildan beri bir Yitihua Xinshipingtay degan, yani uchurlarni bir tutash, bir yerga yig'ish va u yerda analiz qilish degan bir sistem var. Bu sistem bilan Sharq Turkistonlikning hammasini kontrol qila oladigan. Chunki ularningki yüz resimlari,
Közününki parçalarınınki resimleri, DNA'ları, şu genetikteki malumatlarını hemen jığdı hemdi. Şununla bir şart Türkistanlık nege basın, onu her yerde bu kamera bile takip kılalaydı hazır. Hem de bu yakında nima ishlarni qilganligini bilalaydi. Çünkü o ebey degan, YTH degan bu sistemde şu devamlı bu yenilik malumatlarını yüklep kıpırdı. Şunun bir adam hakkında onunki yişi, onunki çoğun küçük nima qeyrılığı, onunki kim bilen urug' tuqqandarchiligi bor, onun kim bilan aralashyotidu, kim bilan telefonlashdi, kim bilan nima gaplarni deyishdi degandek mushlarni kam ko'lamda takip qilalaydi hozir Xitoy. Shuningga bu Sharq Turkiston xuddi bir tamlari bo'lmagan bir turmaga o'xshayotidi. Ya'ni texnologiyaninki foydasini Xitoy Sharq Turkistonliklarni kontrol qilish uchun mushuna bir sistemga erishgan bo'ldi. Shuningga kam ko'lamda jamiyatni takip qilalaydigan va jamiyatninki nima o'ylab, nima maqsad qilganligini %100 bilmasimi bir qismini shu analiz qilib qilalaydi. Bu analiz nima? Hozir yapay zeka bilan buni qilalaydigan holga keldi deb o'ylayman. Bu ziyaretide milli ortak til ve yazık yani mağrip şundakla Cunha milleti ortak gavdisi eni degan bunun alayı ta'kidlab o'tdi. Bu bizim cemiyetshunoslikda muallimligi Gramsci'de bir sosyolog cemiyetshunosi. Onunki şu medeniyet hükümranlıkta bir atağısı var. Del ben bu şunu koyardım. Şu atağı hukum dokusundan ta'liq qilsak acayip düşemkin deyman bizim vatanın vaziyetiga. Yani bu yerda Xitoyning madaniyati hukmron o'rinda, bizningki siyosiy jihatdan past, bu siyosiy jihatdan ikkinchi o'rinda bo'lib qolish sababidan albatta Xitoyda bu madaniyat jihatdagi hukmronligi bilan buni davomli nima qilib ko'ryapti, sog'lomlashib ko'ryapti. Ya'ni bizningki madaniyatni assimilyatsiya qilish bedeliga. Bu Chimunchining necha vaqtdan beri 2017dan beri tizilishib kelayotgan bu madaniyat assimilyatsiyasi va qirg'inchiligininki davomlashganligidan derak beradi. Biridir. Çünkü Xitoy 1949'da Sharq Turkiston'ni besib olgandan beri Sharq Turkiston'ni shu Xitoylashtirish siyosatini ilib kelgan. Ama bu bazı siyasi özgürlükler yoki başka sebepten tüpeyli bazen devamlılık kılamadı. Ama bugünlerde bunu texima tırışıp ve fırsatını bilip Sharq Turkistonliklarninki bütün kimliklerge teve bo'lgan alaydiliklarni, amillarni yo'qotishga tirishyotir. Misalga bu rayonning ismi avtonom rayon. Yani Uyghur esaslı bo'lgan bir avtonom rayon. Uyg'urlarning nufusi Xitoy bilan teng deb qo'yaylik, bu holga tushib qoldi. Bu nufus jihatda assimilyatsiya qilish degan gap. Siyosiy jihatdan qaraydigan bo'lsak, Uyg'urlarninki ko'pi shu siyosiy markazda, ya'ni Urumchi hukumatiningki siyosiy markazda jiq o'rin olmaydi. Misalga Xitoy Beijingga berib yig'in ochadigan siyosiy kengash a'zolari bo'lsin, xalq qurultayining a'zolari bo'lsin, bordiganlarning orasida Xitoy Uyg'urlardan ko'p bor edi. Va Sharq Turkistonda ichildigan xalq qurultaylari bor va shu istishora yig'ini bor. Bu yig'inda oldi tarafda o'tirgan odamlarni sanaydigan bo'lsam, yanılı ko'pi Xitoy. İqtisad desek, iqtisodninki asos qismi yana Xitoyning qo'lida. Ya'ni bu rayonnanki asli xalq turib, iqtisod jihatdan mahrum qilyotdi. Misalga Xitoy har yil 2000 boyning ism tizimlikni chiqardi. Uning ichida 13 boy shu Sharq Turkistonlik bo'ldi. Ama bular hammasi Xitoy. Yani Uyghur yok. Yani 2000 boyning ichiga kira oladigan Uyghur yok. Bu rayon nayda boy bo'lganligini her zaman deymiz, Xitoy mı deydi ama şu seviyede bir Uyghur mu yok? Yani seni iqtisodiy merkezde yiroqlashtiryapti. Ondan başka senin tilini acizlaştiryapti. Senin
dini itikadını acizlaştırıvadıdı. Dini örf-adetlerini eptaşlavadıdı. Tılınlama yoktuvadıdı. Hem de bu şu çıray kaldı yoktuduğun ama onu mu asta yoktuşununki yolu kırıvadıdı. Bulup mu hazır bu Xitay Uygur arasındaki bu toy kılış meselesi mi köpeyvadıdı. Bir cemiyet başkasının tılını ügengen takdırdı mı özünün kimliğini mi qoğdayalaydı. Misal gıdaylı o İngilizce'deki Şotlandiya. Ular hemsi İngilizce gap kıldı. Tılını juturup koygan ama yani milli kimlikni, milli engini juturup koymaganda. Ama mutahassislarninki tadqiqatı qargan çağda, 3-cü evlat kelgen çağda tıl ile birlikte bu toy kılış meselesi ve turmuş yaşamda işçiga kirişip ketse bir-birisiyle ve örf-adetler bir-birisiga okşaşılışıp ketse, bulup mu Xitay özününki dini bayramları var, milli bayramları var. Xitayda din bo'lmaydi ama biraz dinga juqqan bazı nimeler var, bayramları var. Bularni ma Uyg'urlarga tengvadı. Uyg'urlarninki bu nime Kurban Bayram olsun, Rozi eti olsun, bunu suslaştırıvadı. Hatta bu bazı adamlar şu Şark Türkistan'da ölüp kalsam namazımını düşürüş kıyın gedip işkirdeki hacı Müslüman bayilerge berip eşede öyle hiç olmasa namazımını düşürüdü dep aşında bir kıyınçılık ahvalga düşüvadı. Yani öz vaxtıda Gongzhojing degen bir Xitay batı o da degenti yani bir milletini yoktu men desem şu örf adetinden, tıldan hatta mezarlığına yani kabristanlığına yok tutuş lazım. Onunki en mühim kısmı tarihte. Hazır tarihini mi Xitay yazıpırıvatıdı. Şununla bu kimlik yok algandan keyin, kimlikni teşkil kılgan amiller suslaşkandan keyin sanga bir kimlik sunuvatıdı. Cunhua milleti kimliği. Ve Xitay'nınki bu şu milli tıl degen yani goyu degenni tingvatıdı. Sen Cunhua milletinin bir terkibi turup nimişki tılını bilmeyse de. Aslında başka bir isim bile yani çıraylık bir goyu da koyup yani milli tıl da koyup aslında Xitaycı ügünse deydi. Cunhua milleti degen ufkum başta çıkan vaxtıda mı Xitay milleti degen gap. Xitay ulusu degen gap. Xitay nation degen gap. Yani her çetten qaraydigan bolsang seni asimila kılvatıdı. Burunqi hakimiyetler Şark Türkistan'da mı zulüm kıgan, zalimce başkurgan ama ular siyasi cetten, iktisat cetten bizni başkurup sömürüp kıgan bolsa, bu hakimiyet bizninki kültür, medeniyet, örf-adet ideyemiz, düşüncemizni hemmisiga çekinvatıdı ve onu özgertivatıdı. Şununla budaki Xitayninki Şark Türkistan'da ilip bağlan bu siyaseti nayeti planlıq, nayeti uzun müddetine planlagan ve birdenla ahırkı çare, tedbir çare dep Uygurlarını yoktur. Neticede en yaxşı Uygur, ölgen Uygur degen düşüncedemdi Xitay. Malum bu Çığınçı'nın ziyaretinde yine bizim dikkatimizi tapkan yeni bir gip var. O bolsun terörlükle karşı duruş, şundakla bu cemiyet amallıkını toluk kaparatı kılış ve dedi ki yani bu çigra rayının kontrolü de andağılıkı tümür tamlarını sokuş diyen gepten kıldı. Millette bu değerlilikle bir asla benim bir xatarligini amallıkını toluk kaparatı kılınız diyenden başka bir mani kemmeylemdi. Bu noksun demek bu yerdeki qattiq zarba berish yoki bular davomlashi degan gap. Bunun siz qanday izoh berasiz? Uygur meselesi yalgızla bir Uygur milleti yoki Uygur cemiyeti emas. Bu mesele bilan birlikte misalga Xitoyning ichidan olgan bo'lsak, bu mesele Tibet meselesiga, Moğol meselesiga, Tungan meselesiga, hatta kelgusida Manchur meselesiga chetishadigan bir mesele. Biz de o cenub taraflarını pek yaxshi bilmaymiz. Misalga Yunnan taraflar
Burun Xitayning qo'lida emasdi. Bu ham o'z oldiga tarixda davlatlarni qurgan o'z oldiga. Shuningga bu ishchidan deydigan bo'lsak, Uyg'ur masalasi bilan birlikda boshqa etnik guruhlarningki millatlarning masalasi bor. Uyg'ur masalasi bu xalqaroviylashgachga xalqarodan keladigan qo'llashlar bor, hissdoshchiliklar bor. Bu Xitoyni ansirashga selyotidi. U chet eldagi insonlarning hissdoshchiligiga bisim bilan yoki abaqa degan kontrol bilan hal qilib bo'lmaydi. Bundan sırt yükselayotgan Xitoy ba'zi davlatlar uchun raqib bo'lyotidi, ba'zi davlatlar uchun bu dushman bo'lyotidi. Shuningga Uyg'ur masalasi yana shu Xitoy bilan boshqa davlatlar orasidagi kuch raqobatning bir tarkibiga aylanyotidi. Shuningga Uyg'ur masalasi davatimiz ama bu naydi xalqaroda naydi murakkab bir masala. Shuningga Xitoydagi shundaq Sharq Turkiston shundaq kontrol qilgan taqdirdimi yanıla shu bu xavfga qarshi tadbirlarni ilishga davom qilyotidi. Bu nimani anglatadi degan chog'da hozirgi bu assimilyatsiya siyosati Sharq Turkiston toprog'ini Xitoyning toprog'iga aylantirish va bu toproqdagi xalqni xitoylashtirish siyosati to'xtamayotidi va oxirida bu yerda hech bir kimligi Uyg'ur bo'lib yoki kimligi Sharq Turkiston bo'lgan adam qolmag'icha Xitoy buni qiladi deb bu ishini, ya'ni assimilyatsiya siyosatini davom qiladi. Chunki bu xavfsizlik bilan chetishgan bir masala. Bayağı bu Çin'in deganidek Sharq Turkistonning muqimligi, Xitoyning muqimligi. Aslında bu gapni burungi Xitoy raisi shu Jiang Zemin bu o'xshash gapni degan. Shuningga bu Xitoy Sharq Turkistonni qo'ldan chiqarsa, Xitoy fojilanadi. Xuddi bu Zozongtangning deganidek Sharq Turkiston muhim bo'lishining sababi Mo'g'ulistondir. Mo'g'ulistonningki muhim bo'lishining sababi paytaxtdir. Yani Sharq Turkiston, Mo'g'uliston, bu Pekin bular xuddi insonning bir qo'lidek deydi. Qo'lining bir yeri chinilib ketsa, sunudi va Pekinni qo'g'daydigan bir to'saqliq bo'lmaydi deydi. Yani mana deganda Sharq Turkistonning bu masalasini o'zining xavfsizlik masalasi bilan bog'layotdi. Hozirgi Xitoyningki yine İpek yo'lini xavfsiz bir şekilde mang'izish uchun va hozirgi Xitoy Amerikaga taqobil turish uchun shu Sharq Turkiston masalasini Xitoyning engida nozuklashyotdi va Xitoyning bu masalaga ko'ngil bo'lishni zo'rlayotdi. Xo'sh. Malum bu çoğunca üç katım vardı dediniz. Zaten o yerde bir zulüm besim o o katlık siyaset dağılmış vatkan. Bu aşına koyarlık siyasi büronun çoğun bir emellerlik kege vakti da hizmet teşhüdü dedik ya noktayla onu. Şunda vakti onun kitiş bilerle bu siyaset tıkım çın gitemdi ya ki sizinki küzdüşünüz asasen. Ya ki mevcut siyaset dağılmışamdı. Ya ki şu süret noktasında vatım hem de. Bu 2014'te bu Xi Jinping Sharq Turkiston ziyaretidan keyin vaziyat qattiqlashdi. Axir bir lager meselesi, jazo lager meselesiga bog'liq. Yani bu ziyoratga kelgan chog'da agarda ba'zi yushirin yipiq bir ta'limot bergan bo'lsa, buyruq bergan bo'lsa, texmi chingib ketish mumkin. Ama bu daqiq kelgan chog'da chet el bilan ishchini birlikda bog'lab gaplayotganga qarag'an chog'da bayağı men degan sirtdagi nima ta'sir, ya'ni manfiy ta'sirlarni diqqatga olgan bo'lsa kerak. Shuningga Sharq Turkistonda sirtdan kelganlarni texmi chin kontrol qiladigan bir o'yi bor deb o'ylayman. Gerçi bu chegaralarni qo'yib o'tyotidi, nurg'un Sharq Turkistonlar qaytib kelyotidi. Hatta bu chet elda uzun yildan beri pasport ololmaganlarga pasport beryotidi, pasport taqityotidi. Shunda bo'lsa
Bu da hem de işçi teşini birlikte bu kontrol qilishning yo'liga kirgan o'xshaydi. Mushu chetdan degan chog'da bundan keyin chet eldagi tashkilotlar va shaxsiyatlarga o'zi bilgan bir xil uslub bilan ta'qib qilish, qo'rqitish, singdirish va setvilish degandek nurg'un uslublarni ishlatadigan o'xshaydi. Yani demek şunuz böyle ki, Çeteldelik dava kıvatka yaki teşkilatının beşilikle yaki bujuk alışmaklarla belki Xitay ularınki abroyun tüküdüğün yaki ularının itibarını yerine yaksan kılgan bazı haberlerini tartış mümkün yaki kılta kuruş mümkün yaki deyimiz teşkilat oturup ziddiyet çıkarış mümkün yaki teşkilatlarınki dikkatini Xitay'dan ağdırıp taşlap belki teşkilatta oturursa ki bu ziddiyet değil. Texim ulg'aytishga tirishi mumkin. Ya'ni chet eldagi sharq surguchlarni to'p yakun demdik ya'ni. Lekin bir dushman sifatida texim bir muomala qilish orqali mayadagi sirtdagi faoliyatni kuchaytirish mumkin deb tushundim men bu gapni ma'lum. Demak biz hushyor bo'lishimiz kerak qo'yamdi. Ba'zi vaqtlarda Xitoyning chet eldagi odamlari tuyuqsizlar shu sosyal medyada, ochiq medyada canlanıp gidiyor. O canlanış muhakkak bu bir buyruk bilan bo'lyotidi. Bu da ama bunda canlılık azroq bo'lsa ko'rinyotidi. Ertesi gün eğer kuchlansa Xitoyning odamlari. U vaqtida bu hozirgi deganlarimiz texmi isbot qilingan bo'ldi hamda bir delil bo'ladi, bir ishorat, signal bo'ladi. Shuningga chet eldagilarmi buningga tadbir ilishma bir jiddiy vazifa bo'lyotidi. Yani her zaman siz diyorsunuz ki biz meseleleri bir teşkilat noktasında emez, ya ki bir şahıs noktasında emez, her zaman Şarkı Türkistanlık ve Uygur noktasından qaraya alsak, çık meseleleri el okut dep oylayım ben. Yani siz degan an muşu mekin dep oyladım muallim. Siz bunu qanday qaraysiz? Teşkilatlar özünü bu dava üçün teşkilatlar hareket qilgan bo'lsa, o vaqtida teşkilat dava üçün bir vasıta bo'ladi. Eğer de teşkilatni deb davani bir vasıta qilib olsa, vaqtida teşkilatlar arasındaki raqobatlar, bir-birlar chiqishmasliklar, urush jidallar o bular chiqadi. Misolga teşkilatlar hammasi shu davani bir an seviyede ko'radigan bo'lsa, vaqtida teşkilat bir vasıta ve teşkilatlar dava üçün hamkorlik qilishga boshlaydi. Bunun ta'siri bo'lsa, teşkilatlar arasında urush jidal bo'ladi. Eğer de teşkilatlar aşındaqla mangdigan bo'lsa, davani teşkilat üçün xizmat qiladigan bir vasıtaga aylantirsa, Xitoyningki bundan keyin teşkilatlarning arasında jidal chiqarish, ularningki beshidagi odamlarni sestish, itibarsizlashtirish degandek nurg'un ishlarni qila oladigan holda bo'ladi. Shuningga chet eldagi tashkilotlar o'sha bo'lmay qolsa, ya'ni qiyinchilikqa uchraydi deyman bu hamda Xitoyningki o'yinlarga qarshi. Chunki har qanday o'yinga qarshi tadbir ilinsa, az ziyon tortadi. Agar tadbir ilinmasa, cho'ng ziyon tortadi. Mesela bir misal versek Patyakanda belki bir yığın boldu değil. Ve bir ay içinde yaki. Ken gülemlik yaki bir halkaralık değil. Belki onundan burun şu yığını teşkil güçle veya ki şu yığını teşkil eden teşkilatla yaki katnaşışlar kadar onun zihniga yaki onun abroyun tüküdüğün yaki onunla zid nurgun nesle çıkıp gidiş mümkün de oylayayım ben. Çünkü burun boğan işler şu bu. Xitoylar her zaman tayyor deyman. Yalg'izlar fursatni ko'ramadi deyman. Fursatni ko'rsa, siz degandek shunday ahvolmi bir fursat. Boshqa biz o'ylamagan bir ahvollarmi fursat deb ko'rish mumkin. Ya'ni fursatni ko'rsalar chuqur qiladi uni. Xuddi Tayvanga qarta ilib borgan siyosatga o'xshash. Xitoy Tayvanni olalaydi. Ama vaziyat muvofiq emas, fursat yo'q. Ama vaziyat pishib yetsa, fursat tug'ilsa, hemen aladi Tayvanni. Shuningga Tayvanni qachon aladi bu degan savolning yeriga shu fursatni ko'rgandilar aladi desak bo'ladi. Xuddi buningga bu mantiqqa o'xshash. Sharq Turkiston tashkilotlarininki shunday ojiz tushib qolgan vaqtlarda
hemen bu abaqı deyilgen siyasetini emelleştirishga tirishidi deb o'ylayman. Xitoylik maqsadga yetishishdan biz tushungan sevir bor-ku, sevir, sabr. Farqli o'ylaydi ekan deb o'yladim endi men. Ular kutishni bildi ekan. Yani fursatni bilishi bildi, aldırıp hareket qilmaydiganda ko'rdim Xitoylarni. Siyasetni eng to'g'ri vaqtda, eng to'g'ri fursatda va shundaqla eng unumli natijani ilish uchun xuddi ovchidek bu sabr bo'lish lozim, kutish lozim, vaqtni paylash lozim. Bu tecrübe meselesi. Kurmanlar biz bugünkü programımızda bu Xitoy siyasi merkezi siyasi hakimiyetininki siyasi bürosununki a'zolaridan Cho'minchininki Sharq Turkiston ziyarati haqida qilgan so'zlarininki ma'nosini tushuntirib tirishdik. Ya'ni Xitoy hakimiyeti davomli Sharq Turkiston qaratgan vaqtida yaxshi quloq qo'shadigan so'zlarni deb qilyotidi. Masalan deymiz, terrorlikqa qarshi turish, diniy radikallikni yo'qotish, qonun bo'yicha masalalarni betaraf qilish, qonun bo'yicha jazolash, ondan bu yanada qaytadan tarbiyalash, bundan boshqa o'rtaq va o'rtada jamiyat amonligini kafolatga qilish, bundan boshqa bu millatlar o'tirish isbotini texnik sog'lomlashtirish yoki mustahkamlash deganga o'xshash. Haqiqatan bu emniyette bu bizi qaratgan sözlemler. Biz bir Uygur bu sütümüzden ya ki yıllardan beri Xitay'ınki anşumacı siyasi medeniyetini biliş sütümüzden. Bilmegen takdirde ama Xitay'ın bizge bivas yol koygan bu besim siyaseti ya ki zulüm siyasetini anşumacı his kılgan bir şahs bu sütümüzden bu sözlemlerden keyin de emniyette Xitay'ınki mustamlik ideyisininki ne kadar çoğunkurluğunu, bununla katli vazgeçmeydiğini, bunun iki vazgeçtiğini yokluğunu devamlı programımızda takip kılatımız. Kılınçının bu kıtım Şarkı Türkistan ziyaretini de muşu noktanın belki düşünsek, analiz kılsak en muvafık dep oylayma. Erkin malımı devamlı dep koydu. Erkin malımı diyen müşeriki an diyen meseleme emniyette del muşu. Yani meselelerge en doğru noktadan en doğru köz kıraş ve en doğru noktanı dedim muamele kılış meselesi. Yani mahiyetini biliş. Bizden ne için bu programımız del buvatkan işler emas. Onun kendi zaten nima bo'lyapti? Onun ideyasi zaten nima? Mushlarni bunda harakat keltirgan siyosiy madaniyatdagi ideyalar zaten nereden neyse deganga taklif qilyapmiz. Cho'minchining ziyorati amaliyotda bundan boshqa bir narsa emas. Ya'ni demak biz qilgan ishimiz intayin ko'p degan gap. Ma'lum agar sizning bir tamanningiz bo'lib qolsa, qo'shib qo'ysangiz programni oxirlashtirsak bo'ldi. Siyaset xuddi qansız bir jangdek kan dökülmeydi ama canga okşaydı. Şununla bu her zaman huşa buluş, her zaman tayya buluş ve karşındaki rakibini yaxşı biliş ve üzanlama seviyenime yaxşı biliş. O vaxtida onundaki netice ağıl buldu. Eğer de bunu tətirini qılğan takdirde utur bir iş o muqarrar hemdi. Şununla hemimiz huşa bulaylı demekçi. Görmənlə proqramımızın vaxtını müsadə axırlaşdırışqa məcburumuz. Erkum hanım sizə köp rəhmət. Mən rəhmət etdim.